Voy, buni qaranglar. Endi blogimga yig'ishtirib novvoylik qo'raman shekilli. Oldinlari shunaqa nonni yeyish uchun tog' yo'llariga chiqishni kutardik. Endi o'z qo'llarimiz bilan tez pishiramiz. Birinchi bo'lib sutga shakar bilan dro'jja solib apara qilib qo'yamiz. Apara tayyor bo'lguncha to'rab olgan go'shtimiz bilan piyozimizni solib, ustidan yana tuz sepib, ozgina piyoz o'ldirib olamiz. Ustidan tayyor bo'lgan aparamizni solamiz. Ozgina yog', eritib olgan sariyog'imizni solib, to yumshoq xamir bo'lguncha un solib, xamir qilib olamiz va xamirimizni oshirishga qo'yamiz. Xohlasanglar go'shtni nachinkani o'rniga ko'katli nachinka qilsangiz ham bo'ladi. Ichiga xamirimiz shiringina bo'lib oshib chiqdi. Videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Ustiga chakich urib, tuxum surib, sedana sepib, duxovkaga yuboramiz. 180-190 gradusda shu ustilari shuni qizarib, pishguncha pishirib olamiz. Qaynoq holatida ustiga sariyog' solib chiqsanglar, baribir o'zimizning o'zbek milliy nonlariga hech narsa yetmaydi. Butun oshxonamni non nasib tutib ketdi. Pishirmoqchi bo'lganingizda qidirib qolmaslik uchun saqlanib qo'yishni unutmanglar. Pishirganlarimiz ibodatlarimizga quvvat bo'lsin.